Yuragim qornimda uryaptimi? Pastga tushib qolgan shekilli. Yurakning pastga tushib qolishi anatomik jihatdan ilojsizdir va tibbiyotda bunday patologiya yo'q. Buni asosan ruhiyat bilan bog'liq o'zgarish deb aytish mumkin. Kuchli qo'rquv sababli vahima va xavotirga tushib qolgan insonlarda yurak tushishiga o'xshash hissiyotlar paydo bo'ladi va buni asosan ruhshunoslar davolaydi. Doktorlar bilan suhbatlashishni esa yoqtirmaysiz. Ular suhbatdoshdan aqlliroq ko'rinishga intilishadi. Yurak ko'taruvchilar ham platsebo usulidan foydalanib, go'yoki yurakni joyiga solib qo'yishadi. Foydasi tegsa marhamat, lekin ba'zan yuragim qornimda urayapti, yurak tushishimi bu degan gumonda qorin aortasi anevrizmasi kabi jiddiy kasallikni o'tkazib yubormang va ziyon yetib qolmasin. Umuman olganda yurakning qorinda urishi ozg'in odamlar uchun normal holat hisoblanadi va bu aslida yurak emas, balki qorin aortasining pulsatsiyasidir. O'zi o'zbekning gapi qiziq. Yuragim o'ynab ketayapti degani bilan yuragi raqsga tushayotgan bo'lmaydi. Yurak tushishi ham shunday.